Suratdagi 3 ta inson haqida umumiy bizga 7 ta ma'lumot aytib berishingiz kerak. Ana undan keyin yana bitta inson haqida ma'lumot so'raymiz. U inson haqida ham 7 ta ma'lumot aytib berishingiz kerak. Tayyormisiz? Boshladik. Shohruxxon Hindistonda tug'ilgan. Conor McGregor bilan birinchi jangi Fury bilan o'sha jahon chempionligi yutib tanilgan. Cristiano Ronaldo 1985-yil 5-fevral kuni Portugaliyada tug'iladi. 3, Kambag'al oiladan tug'ilgan bo'ladi. Otasi 15 yoshida vafot etadi. 5, Oldin anaqada Manchester Unitedda, 6, Real Madridda. Irina Shaykhova chaqsa qilgan. 6, И Realda o'ynagan. Privatda o'ynaydi. 7. Ana endi yana bitta inson haqida savol beramiz. U inson haqida ham 7 ta ma'lumot aytib bersanglar, mana sovg'amiz sizlarga kutyapti. Tayyormisizlar? Tayyormisizlar? Mana. Abu Xayr. Juda ko'p kalimalar yozganlar. Ulardan Qulfollarni yozgan, keyin Iqro surasi bor, Yosin suralari juda ko'p yozgan. 99 ta ismlari bor. Uzr ya Rasululloh. Sizni hayotingizni juda ko'p qismidan bexabar bo'lgan bo'lsak uzr. Hammasini o'rganib chiqishligimiz albatta mahol. Ammo biz harakat qilyapmiz, izlanyapmiz, o'qiyapmiz.